guvohi bo'lishingiz mumkin. Milliy raqslarimiz, kuy-qo'shiqlarimiz ham ijro etilyapti va bu ham sayyohlarimizni e'tibor markazidan chetda qolmayapti. Shunday emasmi? Mana shu yerdagi jarayonlar haqida ma'lumot berib o'ting. Xo'p, biz ko'rishimiz mumkinki, bu o'zbek-turkman do'stlik uyi, ya'ni Ulug'holi majmuasida turistlar soni kundan kunga oshib bormoqda. Va bu yerga kelgan turistlar bizning milliy qadriyatlarimiz, ya'ni o'zbeklarning va turkmanlarning milliy qadriyatlarini har kuni ko'rishadi. Turkman milliy kiyimlari, turkman milliy ovqatlarini har kun totib ko'rishadi. Va bu yerga kelgan har bir turist o'zining zavqini bizga bildirib ketishadi. Amerikadan, Shveysariyadan va boshqa ko'plab davlatlardan turistlar shu yerga tashrif buyurishdi. Bugunning o'zida qariyb 200 nafarga yaqin sayyohlarga siz mana gidlik qildingiz, bu yer haqida ma'lumotlar berib o'tdingiz. Mana qora uylarni ham ko'ryapmiz. Qora uylarda nimalar aks ettirishga harakat qilingan? Xo'p, bu qora uylarimiz haqida gapiradigan bo'lsak, bu qora uylar ko'chmanchi xalqlarning uyi hisoblangan. Ya'ni o'zi ilgari turkmanlar, o'zbeklar bu ko'chmanchi bo'lib yashaganlar. Ya'ni qora uylar bu shunday bir qulay bo'lganki, ya'ni uni buzish va qurish oson bo'lgan. Taxminan 1 yoki 2 soatda olgan. O'rtacha 3-4 odamga ular tezda buzib, tuyaga yuklab yana boshqa joyga ko'chib ketaverganlar. Mana shu muhitni his qildirish uchun shu yerning o'zida qora uylar ham tashkil qilingan, to'g'rimi? Sayyohlar qanchalik qiziqish bildirishyapti bu uylarga? Milliy qadriyatlarimiz va ko'chmanchi xalqlarning uylarini ko'rishdi. Juda ham qiziqishdi. Uning ichida milliy kiyimlar va turkman gilamlari bor. Turkman gilamlari juda ham qimmatbaho, qo'l ishi va ular tuyaning va qo'yning yungidan to'qiladi. Bu yerdagi har bitta detallarda ismi, har bitta ekspozitsiyalarda ismi bu sayyohlar e'tibor markazidan qolmayapti. Demak, mana shunday lokatsiya sizlarni kutib qoladi.